Qonunlar nima uchun mavjud? Ular kimga kerak? Ular nima uchun kerak? Keling bugun shu savollarga javob beramiz. Avval mana shu videorolikni tomosha qilsak. Siz ikkinchi parta, ko'k jaket. Ismingiz nima? Meni ismim Aleksis. Aleksis, iltimos, darsdan chiqib keting. Sizni boshqa darslarda ko'rishni istamayman. Men tushunmadim. Ikkinchi marta so'ramayman. Rahmat. Nega qonunlar bor? Qonunlar nima uchun kerak? Jamoat tartibi uchun. Shaxsiy huquqlarni himoya qilish uchun. Hukumatga ishonishimiz uchun. Adolat uchun. Rahmat. Aytingchi, hozir sinfdoshingizga nisbatan adolatsizlik qildimmi? Ha, albatta shunday qildim. Xo'sh, nega hech kim bunga e'tiroz bildirmadi? Nega hech kim uni himoya qilishga urinmadi? Nega hech kim bu nohaqlikni oldini olishni xohlamadi? Hozir siz 1000 soatlik ma'ruzada tushunmaydigan narsani o'rgandingiz. Indamadingiz. Chunki sizga nisbatan nohaqlik bo'lmadi. Va bu munosabat sizni hayotingiz boshini yeydi. O'ylaysizki, bu sizga taalluqli emas, demak sizni ishingiz emas. Aytmoqchimanki, agar siz adolat uchun kurashmasangiz, kun kelib siz ham adolatsizlikka duch kelasiz. Va o'shanda sizni himoya qiladigan hech kim bo'lmaydi. Haqiqat va adolat biz bilan mavjud va biz ular uchun kurashishimiz kerak. Chunki hayotda ham, ishda ham biz yonma-yon yashaymiz. Bir-birimiz bilan emas. Boshqalarning muammolari bizga aloqador emas deb o'zimizni ovutamiz. Kechasi hech narsa bizga tegishli emasligidan xursand bo'lib uyga qaytamiz. Lekin aslida bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Har kuni adolatsizlik biznes, sport yoki jamoat transportida yuz beradi. Kimdir uni hal qilib beradi deb kutish yetarli emas. Bu bizni burchimiz. Demak, savolni takrorlayman. Qonunlar nima uchun mavjud va nima uchun kerak? Adolatni qaror toptirish uchun. Men advokat sifatida adolatni qaror toptirish jarayonida ishtirok etayotganimdan va fuqarolarga qo'limdan kelganicha yordam berayotganimdan mamnunman. Albatta buni haq evaziga bajarsam-da. Lekin shunda ham adolatni qaror toptirish protsessini bitta detal sifatida ishtirok etishim meni xursand qiladi. Umuman adolatni qaror toptirish kimga kerak? Advokatgami? Sudgami? Prokuratura organi, ichki ishlar organlari yoki boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar? Avvalo adolatni qaror toptirish har bir xalq vakiliga, jumladan sizga ham kerak. Chunki adolatsizlik, agar bugun siz undan ko'z yumsangiz, u sizni boshingizda ham sinadigan tayoqdir. Jamiyatni har bir jabhasiga, har bir fuqarogacha yetib boradi agar bugun adolatsizlikka ko'z yumsangiz. Buyuk jadid bobomiz Mahmudxo'ja Behudiy haq olinur, berilmas degan. Yaxshiyamki hozirgi zamonda juda ko'plab fuqarolarimiz o'z huquqlarini tanishadi va o'z huquqlari uchun kurashadi. Bu barcha davlat organlari uchun ham o'z faoliyatini qonuniy olib borishga yengillik tug'diradi. Albatta, byurokratiyaga berilgan, korrupsiyaga berilgan amaldorlardan tashqari. Asosiy xalq vakillari qonunni yaxshi biladigan bo'lsa, qonunchilikka rioya qilsa, bu davlatni boshqarish ham oson bo'ladi.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yaqinda Toshkent shahrida ichki ishlar organlarini faoliyatini tanqidiy ko'rib chiqish davomida bitta tumandagi faoliyatga urg'u berib, unda endi bundan buyon ichki ishlar organlarini har bir xodimi qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar, post patrul xizmati yoki bo'lmasam yo'l harakati xavfsizligi xizmat xodimi bo'ladimi, profilaktika inspektorimi, fuqarolar turli masalalardan murojaat qiladigan bo'lsa, bu meni vazifam emas, bu mana bu soha deb ularni fuqarolarni sarson qilishni oldini olib, o'sha sohada arizani qabul qilib, uni yechim bo'yicha mas'uliyatli qilish bo'yicha topshiriqlar berishdi. Demak, bu narsa hayotimizni barcha jabhasiga qo'llansa foyda beradigan jihat. Ya'ni biz atrofimizda sodir bo'layotgan adolatsizlikka qarshi o'z munosabatimizni bildirishimiz kerak. Va albatta o'z huquqlarimizni va majburiyatlarimizni bilishimiz kerak. Bu bizni hayotimizni yanada sifatini yaxshilashga, o'z huquqlarimizni tanigan holda o'z manfaatlarimizni himoya qilishga yordam beradi. Bu jarayonda advokatlar o'z maslahatlari va huquqiy yordamlari bilan, davlat organlari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar esa sizning arizangiz asosida o'z vazifasini mas'uliyat bilan bajarish bilan davlatni adolatni qaror toptirish faoliyatiga yordam beradi. Adolatni qaror toptirishdan esa aynan siz har bir o'zbek millatini vakili, har bir xalqni vakili manfaatdordir. Zero jadid bobomuz aytganidek, haq olinur, berilmas.